Avtomobil transportiga maxsus nazorat 668 sonli qarorimizda alohida belgilab o'tilgan bo'lib, birinchisi bu vazn va gabarit nazorati. Ya'ni statsionar va mobil postlarda transport vositalarining og'irlik va hajm parametrlariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash. Bu nima uchun kerak? Chet el davlatiga tegishli bo'lgan hamda ular tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududiga vaqtincha olib kirilgan transport vositalarida o'sha O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan punktlar orasida tashish talablanadi. Keyingi yillarda mamlakatimiz transport sohasini rivojlantirishga, tashishlarning xavfsizligini yuqori darajada ta'minlashga, transport sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohot amalga oshirilmoqda. Shu jarayonda O'zbekiston Respublikasining 2026 fevraldagi 11-8 qonun alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu kursda qatnashishimizning asosiy maqsadimiz yangi qonun talablarini chuqur o'rganish, o'z majburiyatlarini aniq anglab olish va amaliyotda samaradorlikni oshirish bo'ldi. Kurs davomida transport sohasidagi yangilangan me'yor huquqiy hujjatlar, raqamli nazorat tizimlari, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashning ilg'or usullari haqida bilimlar oldik. Eng muhim jihat bizga yoqqan tarafi nazariya va amaliyot bo'ldi. Shu asosda biz nafaqat qonunni o'rgandik, balki uni amalda qo'llash bo'yicha real keyslar ustida ishladik birgalashib. Shu bilan birga ish faoliyatimiz sifatli transport xizmatlarini ko'rsatish, yuk va yo'lovchi xavfsizligini ta'minlash, barcha jarayonlarni shaffof tarzda korrupsiyaga yo'l qo'ymagan holda tashkil etishning muhimligiga alohida e'tibor qaratildi va shu o'qituvchilarimiz tomonidan yaxshi darslar olib borilmoqda.